Assalomu alaykum yana bir barchaga. Bugun sizlar bilan yana oliy matematikaning misollarni ishlashda davom etamiz. Mana bu ko'rinishdagi qator berilgan ekan. Bu qatorda bizda so'ralayotgan narsa mana shu ayniyat bo'lsa deyapti. Mana bu a ning qiymati nimaga teng deyapti. Mana biz a ning qiymatini topishimiz kerak. Shunaqa ayniyatdan biz a ning qiymati nimaga teng ekanligini bugun sizlar bilan birga topamiz. Xo'sh, o'zi bu qatorlar o'zi nima degan ana bu yoyilmas qanaqa bo'ladi? O'shani ko'rib olaylikchi. N teng 1 dan cheksizlikkacha. Mana bu qatorni birinchi ko'raylikchi, qarangizlar. 2n minus 1 ning kvadrati. Bu ifoda summani bildiradi. N ga 1 qo'yamiz, 2 qo'yamiz, o'shalar yig'indisi. Misol uchun n ga 1 qo'ysak, bu 1 ga teng. 1 2dan 2 ni 1 ga ko'paytsa 2, 2 dan 1 dan ayirsak 1. 1 ning kvadrati 1 ga teng, 1 ga bo'lsak 1. Plus summa degani plusda bu. 2 ni qo'yadigan bo'lsak, qarangizlar, 2 ga 2 ni ko'paytirsak 4, 4 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 4 dan 1 dan ayiradigan bo'lsak 3 ning kvadrati. 1 taqsim 3 ning kvadrati plus, ya'ni mana bu narsani bizlar o'sha to'qsonlarning kvadratini beryapti. 1 taqsim to'qsonlar kvadratlar yig'indisiga teng ekan, qarang. Hozir endi 3 ni qo'yadigan bo'lsam, 2 ni qo'ydim, 3 bo'ldi. 3 ni qo'yadigan bo'lsam, qarang. 3 ni qo'ysam 6, to'g'rimi? 6 ga 1 da ayiradigan bo'lsam 5. 5 ni kvadrat. Demak, 1 taqsim 5 ni kvadrat plus va hokazo, keyingisi 7 ni kvadrat plus va hokazo 9 ni kvadrat plus, mana bu cheksiz, chunki mana bu cheksizda. Ya'ni enimiz cheksizgacha. Mana bu 1 dan cheksizgacha degan oraliqni bildiradi. Mana bu ifodamiz esa summani bildiradi. O'sha har bir qiymatni qo'yib qo'yaversak, mana bu cheksizga qarab ketavergan. Ya'ni mana bu kvadrati bor, qarang. Shularning kvadratlar yig'indisi. Demak, 1 taqsim tog' sonlarning kvadratlar yig'indisi ekan mana bu ifodamiz. Bunimizchi, ya'ni yuqoridagisini yozadigan bo'lsak, qarang. Ikkinchisini yozamiz. N teng 1 dan cheksizlikkacha yozadigan bo'lsak, 1 taqsim n kvadrat. N ga 1 qo'ysak 1 plus 2 qo'ysak 2 ning kvadrati plus 1 taqsim 3 ning kvadrati. Qo'ygan sonimizning kvadratlari bo'ladi. To'g'rimi? Plus 1 taqsim 4 ning kvadrati plus 1 taqsim 5 ning kvadrati plus 1 taqsim 6 ning kvadrati plus va hokazo ketavergan. Mana shunaqa cheksizgacha bo'lgan sonlar kvadratlari, har biri kvadratlarining 1 taqsimining kvadratlarining yig'indisiga teng ekan. Mana bu ifodamiz. Mana shu ifodamizni qanaqadir bir soddalashtirib, yana qanaqadir bir o'zgartirishlar kiritsa, mana bu ifodaga qanday bir sonni ko'paytirganiga teng bo'lib qoladi. O'sha sonni biz a deyapmiz, o'sha a sonini biz topishimiz kerak. Endi qarang, birinchi navbatda nima qilamiz desak, mana bu yerlarda ham qarasalaringiz tog' sonlarning kvadratlar yig'indisi qatnashyapti. Mana buni qarasak. Qarang, mana buni terib olsak, mana buni olsak, keyin 5 ni olsak, mana bu yerda 7 bor. Va mana shularni bitta qilib yozib olsak bo'ladi. 1 ning kvadrati plus 1 taqsim 3 ning kvadrati plus 1 taqsim 5 ning kvadrati plus 1 taqsim 7 ning kvadrati plus va hokazo ketadi. Va nimalar qolyapti qarang. Keyingi qolayotgan narsamiz mana bu, hozir mana bunga teng qilib ketaman, qarang. Mana bu buning davomi. Mana buning davomi mana bu yerda. Mana bu oxirida tengligi bor mana bu yerda, cheksizdan keyin mana bu yerga keldi. Endi qarang, plus 1 taqsim 2 ning kvadrati bor. 3 dan keyin necha bor? 4 ning kvadrati bor. Plus 1 taqsim 4 ning kvadrati bor. Plus 5 dan keyin nima bor? 6 ning kvadrati bor. Plus 6, 7 bu yerda qarang. 1 taqsim necha? 7 bu yerda bo'lsa, qarang, 7 bu yerda bo'lsa, bu yerda necha bo'ladi? 8 ning kvadrati bo'ladi. Plus keyingisi 1 taqsim 10 ning kvadrati plus va hokazo ketadi. Tushunamizmi? Ketaveradi. Va oxiri yana bitta tenglab qo'yaman. Endi qarang, mana bunimiz cheksizda, mana buning o'zi ham cheksiz ketaveradi. Cheksiz to'qsonlar ketaveradi mana bu. Bu o'zi mana bunga teng bo'lib qolyapti-da, mana bu. Mana buni berib qolyapti. Demak, mana bu bitta qatnashdi. Men misol uchun mana shuni qarang, mana buni s deb belgilasam, mana shu yig'indini qanaqadir bir s deb belgilasam, mana bitta s paydo qilib oldim. Mana shu yig'indini s deb belgilayman. Qarang, s plus mana bu yoq qoldi endi.
Endi qarasak. Mana bu yerda 1/4 bor-ku, mana 2 ning kvadrati 1/4, to'g'rimi? Mana bu yerda ham 1/4 ning kvadratlari bor. Xo'p, endi qarang. Nima qilamiz? Endi qarang, mana buni keyin bularni olsam, hammasidan 1/2 ning kvadratini chiqarib olsam bo'ladi. 6 nima degan? 6 ning ichida 3 ko'paygan 2 degan. O'sha yerda kvadratlar alohida bo'ladi. Demak, 3 kvadrat 2 ning kvadrati. 10chi. 10imiz esa 5 kvadrati ko'paygan 2 ning kvadrati. Undan keyingimiz bo'ladi, 5 dan keyingimiz 7 bo'ladi, 14 bo'ladi. 14imiz nima degani? 14imiz 7 ning kvadrati ko'paygan 2 ning kvadrati degan. Mana shundan men hammasidan 1/2 ning kvadratini chiqarsam, bu yerda 1 qoladi. Bu yerda 1 qoladi. Qarang, mana bu yerimiz qoldi. Mana bu yerimizda plus 1/3 ning kvadrati qoladi. Plus mana bu yerda esa 1/5 kvadrat qoladi. Tushunarlimi? 1/5 kvadrat plus va hokazo ketaman keyin. 1/7 ning kvadrati plus yana mana shu plus ketaveradi. Va yana plus endi bizda qaysilar qoldi? Endi qarasangiz mana bu qoldi orada. Yana bu bor. Plus, mana shu plus, mana bu plus. Mana bu plus, bu plus. Tushunarlimi? Mana buni o'shani mana shu yerga yozib olamiz. Bir qator bo'lsa, keyin tepaga chiqamiz. Endi qaraymiz. 1/4 ning kvadrati, 1/4 ning kvadrati plus 1/8 ning kvadrati. Mana 8 niki bor. Plus 1/10 dan keyingisi 12si bor. Ya'ni 12 ning kvadrati. Tushunarlimi? 12 ning kvadrati. Plus 1/10 12, mana bu yerda 14 ketgan. 14 ketgan, 16 ning kvadrati bor bu yerda. 16 ning kvadrati plus 1/10 va hokazo mana shu ketaveradi cheksiz. Tushunarlimi? Cheksiz plus. Va yana bunga tenglik qilamiz, mana bu tepaga yozaman. Endi qarasak. Mana bu yerda ham yana o'sha s paydo bo'ldi. Mana bu s'imiz yana paydo bo'lib qoldi. Chunki bular cheksizda. Cheksiz bo'lgani uchun cheksiz ketaveradi. Mana shularni ketma-ketligida mana 1/4 o'xshashliklar chiqarib olsam, ketma-ket mana bu yerga o'zidan ham s paydo qiladi. Yana bu yoqqa ketma-ket yana cheksizda bor-da mana. 4 ning kvadrati 8 ning 12 ning. Endi bundan yana chiqarib olsam bo'ladi. Qarasak, endi qarasak, mana bu o'xshash. Mana bu bilan mana bu tushunarlimi? Mana 4 ning kvadrati, ya'ni mana bu yerda qarasalar, mana bu yerda 12 degan 4 ko'paygan 3 degan. Bu degani 3 kvadrat ko'paygan 4 kvadrat. Mana bu 4 kvadratni chiqarsam, bundan va bu yerlarda ham bor mana shunda. Tushunasizmi? 5 ko'paygan 4 degan joylar bor. Mana cheksizda ketaveradi mana shu o'xshash. Xo'sh, endi qarang, mana bu yerga yozayotgan bo'lsam, mana bu s yozaman birinchi. Mana bu s yozaman. S plus mana buni ham s bo'ldi. Oldida nima bor? Koeffitsiyenti 1/2 ning kvadrati, bu 1/4, ya'ni s/4 plus endi qarang, keyingisida hosil qilib olyapman. 1/4 ning kvadratini chiqarib olyapman. O'shanda yana mana bunaqa hosil qilib olaman. Bu yerda endi s/16 plus va hokazo qarang, mana shu ketaveradi. Mana shu cheksiz kamayuvchida bo'lib ketaveradi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaga o'xshab qoladi. Nimaga? Endi keyingisida qarang, keyingisida mana bu 8 ning kvadratlarini chiqaradigan bo'lib qoladi. Mana bu yerda hosil bo'lib qoladi. 8 ning kvadratini chiqarsak, mana bu yerda qatnashib qoladi. Mana bu yerda 24 bo'ladi. 24 bo'ladi. Mana shu yerda 24, 1/24 ning kvadratlari bor. O'shanda 1/8 ning kvadratini chiqarsam, xuddi shunaqa mana bu ifodamiz hosil bo'lib qolaveradi. Keyingisida 1/16 ning kvadratini chiqaramiz. Mana shunaqa ketaveradigan bo'lsak, mana bunaqa tartibda ketaveradi. 1/4, 1/16, 1/64, 1/256 cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani berib qo'yadi. Qandayga? Mana bu hammasi s paydo bo'lib qoladi. O'sha hammasidan s chiqarib olsak bizga yetadi. Ya'ni hammasidan endi keling, mana shuni teng qilaman. Mana bu menga teng cheksiz ketganda bu s ni chiqarib oladigan bo'lsa, mana bunaqa yig'inni hosil bo'lib qoladi. 1 plus 1/4 plus 1/16 plus 1/64 plus 1/16
buni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 256. Plus cheksiz ketaveradi. Endi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya qanday topiladi desak, biz bilamizki, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani topishimiz uchun o'sha dastlabki, ya'ni birinchi haddi taqsim 1 minus q. Q bu o'zgarishli. Q mana qarasangiz, ya'ni 1 taqsim 4 ga farq qilib ketyapti. Mana birinchi haddini 1 taqsim 4 ga ko'paytirsam ikkinchi haddi bo'ladi. Ikkinchi haddini 1 taqsim 4 ga ko'paytirsam uchinchi haddi bo'lib qoladi. Uchinchi haddini 1 taqsim 4 ga ko'paytirsam to'rtinchi haddi bo'lib qoladi. O'sha bitta ko'payib, ya'ni o'sha songa ko'paytiryapman, ya'ni 1 taqsim 4 ga ko'paytirishim o'sha bizga quvni cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyadagi makrajini beradi. Quv degan o'sha makraj deb ataladi. Demak, is teng, qarang, bir-birimiz nimaga teng? 1 ga teng. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada 1 taqsim 1 minus q ga teng. Yig'imiz. O'sha yig'imiz. 1 minus q'miz bizga 1 taqsim 4 ga farq qilyapti. O'sha 1 taqsim 4 qo'ydim. Endi buni soddalashtirib oladigan bo'lsak, umumiy makraj bersam 4 bo'ladi, 4 dan 1 desam 3 bo'ladi. 1 taqsim 3 taqsim 4 bo'lib qoladi. Ya'ni kasrga bo'lyapman, bo'linma ko'paytma bo'ladi. Bu nima bo'lib qoladi? 4 taqsim 3 bo'lib qoladi. Ko'paygan esh bo'lib qoladi. Bo'ldi, mana bizda men mana bu yerdan boshlab keldim. Mana bu yerdan boshlab keldim. Mana bu yerdan tengliklar bor va mana bu yerdan tengliklar bor va mana shu tengligim kelib 4 taqsim 3 s ga teng bo'lib qoldi. Men s ni nima deb belgiladim? S ni qarasangiz 1 taqsim mana buni s deb belgiladim. Bu nimaga teng? Mana bunga teng. Demak, s o'rniga men hozir 4 taqsim 3 mana bu summani qo'ya olaman-da. Eng teng 1 dan cheksizlikgacha 1 taqsim 2n minus 1 ning kvadrati. Tushunarlimi? Mana bu shani qo'ydim. Men mana bu bilan orasidagi bog'liqlik va uning oldidagi koeffitsiyentni ham topib oldim. Demak, bizda o'zi o'sha aynab berilgan. Yuqoriga qarasak, mana bu bilan mana ikkalasi orasidagi bog'liqlik bor va ular orasidagi mana bu amiz konstantamiz nimaga bizda noma'lum edi. O'sha konstantamiz bizga kelib chiqdi. Mana bunga teng ekan. Tushunarlimi? Bizda hozirgi mana buni yozayotgan bo'lsam, n teng 1 dan cheksizlikgacha 1 taqsim n ning kvadratining yig'indilari bu teng ekan 4 taqsim 3 n teng 1 dan cheksizlikgacha 1 taqsim 2n minus 1 ning kvadratlar yig'indisiga tenglik kelib chiqdi. Bizda mana bu yerda a'ni so'ragan edi. Mana qarang, bu yerdagi bu bilan bu bir xil, bu bilan bu bir xil ekan. Bundan keltirib chiqardim. Mana shu a'ning o'rnida nima paydo bo'lib qoldi bu yerda? Bizda o'sha 4 taqsim 3 soni paydo bo'lib qoldi. Demak, biz bundan xulosa qilishimiz mumkinki, a'miz bu 4 taqsim 3 ga teng ekanligi kelib chiqadi ekan. Mana shu tartibda ishlanadi. Mana bu yerda ozgina qanaqadir tushunmayotgandek bo'lishingiz mumkin, lekin bu cheksiz bo'lgani uchun qarang. Mana bu yerda n kvadrat borki, har bir sonning kvadratlari, 1 taqsim o'sha sonlar kvadratlari. Misol uchun 3 ta, 2 ta, 1 ta, 4 ta, 5 ta. Mana o'shaning uchun ham qarang, mana bu toqsonlar kvadratlari qatnashyapti-ku yuqorida. O'shani biz ajratib olsak bo'ladi. Birinchi navbatda o'shani ajratib oldik. Keyingi holatda nima qildim? Qandaydir umumiy ko'paytuvchini shunday tashqariga chiqarsam, yana o'sha toqsonlar kvadratlar yig'indisi hosil bo'lib qoladi. Mana shu narsalarni ketma-ket qilib boraverdim. O'sha bizda cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning hadlarini berib qoldi. Ya'ni birinchi birdan boshlanadi. Quvsi, ya'ni makrajisi 1 taqsim 4 ga teng bo'lgan cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani hosil qilib qoldi yig'indimiz. O'shanda hammasida s bor, sni umumiy tashqariga chiqarib oldim va bu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani hisoblab qo'ydim. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani qanday hisoblaymiz desak, 1 taqsim 1 minus q. Bizda birimiz 1 ga teng, o'shani qo'ydim. Ana esa q'miz esa 1 taqsim 4 ga teng. O'shani o'rniga qo'ydim. Bizga chiqib kelgan sonimiz 4 taqsim 3 soni hosil bo'lib qoldi yig'indimizda. Tushundingizmi? O'sha orqali bizda o'sha 4 taqsim 3imiz a ga tengligi kelib chiqadi. Shu misolimiz shu tartibda ishlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.